Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçüler. Dünya Uyghur Kurultayı Tor Televiziyasının günlük haberler programımıza hoş geldinler. Ben İftihar Abdurşid. Hürmetli görürmenler. Tövende diqqatinglar günlük haberler programımızın tafsilatı bolsun. Dünya Uyghur Kurultayının reisi Dolqun Eysa, Kurultay İcraiya Komitetining reisi ve Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşuning direktori Ömer Qanat, Kurultayning Angliyadagi advokati Michael Polaklardan tarkib topgan arzdorlar heyeti 15 avgust başlatgan Argentina ziyoratini muvaffaqiyatli oxirlashtirib 20 avgust kuni o'zdir turishliq davlatlarga sog' salomat qaytib keldi. 17 avgust kuni Dünya Uyghur Kurultayı bilan Uyghur Kişilik Hukuk Quruluş nomida Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik va insonlikqa qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilik bevosita qo'mondonlik qilayotgan Xitoy amaldorlari ustidan Argentina federal sotchilar hay'atiga arznoma sunilgan edi. 34 betdan tarkib topgan va ispancha tayyorlangan dastlabki arznamada Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga bevosita chetishlik bo'lgan ham javobgarligi bo'lgan Xitoy davlat raisi Xi Jinping, Xitoy Markaziy siyosiy qonun komitetining mudiri Meng Jianju, atalmış Abnum Rayonluq Partikomining sobiq sekretari Cheng Chengo, muavin sekretari Zhu Hailun, Xinjiang Jamoat xavfsizlik nazoratining noziri Wang Mingshan, Xitoy Markaziy bexatarlik markazining mudiri va Xitoy Xalq qurultayining raisi Li Jianshu qatorliqlarni o'z ichiga olgan 30 nafardan ortiq Xitoy amaldorining atalmış oshqunlikqa qarshi turish degan niqob ostida Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarni qattiq bostirish, millionlagan begunoh xalqni jazo lagerlariga, turmalarga solash, qiynash haqida har darajalik hukumat organlariga tushirgan buyruq va yo'l yo'riqlari tafsili o'rin olgan. Arznamada yana qo'rchoq amaldorlardan Xitoy Xalq qurultayining muavin raisi Naim Yasin, atalmış Abnum Rayonluq Xalq qurultayi doimiy komitetining raisi Shavkat Imin qatorliqlarim kirgizilgan bo'lib, Argentina jazo mahkamasidan arznamada o'rin olgan Xitoy amaldorlarining jinoiy javobgarlik tortish talab qilingan va ularning jinoiy qilmishlari haqida ko'plagan hujjat va dalillar sunilgan. Dünya Uyghur Qurultayi bilan Uyg'ur Kişilik Hukuk Quruluşuning arznamasida apsi jazo lagerida shahid bo'lgan Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Eysa, lager shohidlaridan Qalbinur Sidiq, Gulbahar Jelilova, Mehrigul Tursun, Gulzira Avulxon, Sayragul Savutbay, Fatima Abdug'oppur va tadqiqotchi Adrian Sens qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'plagan shohidlarning Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida bergan guvohliklarni tafsili o'rin olgan bo'lib, mazkur arznamani topshirib olgan 12 kishilik Argentina federal sotchilar hay'atining bir nafar a'zosi oldimizgi kunlarda rasmiy qonunni tekshirish boshildi. Dünya Uyghur Qurultayi bilan Uyg'ur Kişilik Hukuk Quruluşuning Angliyadagi advokat Michael Polak va argentinalik advokatlari Gabriel Cavallo va Juan Netolar mazkur deloga haydakchilik qildi va Argentina sotini Xitoy amaldorlarining jinoiy qilmishlari haqidagi yangi dalillar bilan ta'minlashga kapolatlik qildi. Argentina jazo mahkamasi nihoyat keng doiralik salohiyatga ega bo'lib, Argentina asos qonunining 118-moddasi bo'yicha Argentina jazo mahkamasi mayli kim yoki qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan o'rin va shaxslar ustidan mustaqil tekshirish elib berish va ularning jinoiy javobgarligini surishtirish huquqiga ega. Buning asosan Argentina jazo mahkamasi insoniyatga qarshi jinoyat ishlagan ispaniyalik diktator Francisco Franco va Rohingya musulmonlarga qarshi irqiy qirg'inchilik elib borgan hokimiyat ustidan tekshirish boshlatgan edi. Dünya Uyghur Qurultayi Argentina sotining bu afzalligini ko'z tutib o'tgan yili Uyg'ur Kişilik Hukuk Qurulushi bilan birlikda Argentina sotiga Xitoy hokimiyati va amaldorlar ustidan arz sunish qarori olgan va Londondagi donglik advokat Michael Polak apandimni arznoma tayyorlashga mas'ul qilgan, yana Argentinadami maxsus advokat tutgan edi. 21 avgust kuni Dünya Uyghur Qurultayining umum vakillar tor yig'ini chaqirildi. İstiqlal marşı bilan boshlangan va Qurultay raisi Dolqun Eysa apandimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan mazkur yig'inga 7-navbatlik Dünya Uyghur Qurultayining 20 dan ortiq davlatdagi vakillaridan bo'lib 100 nafardan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inda Qurultay raisi Dolqun Eysa apandim bilan Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandim Dünya Uyghur Qurultayi bilan Uyg'ur Kişilik Hukuk Qurulushi tarafidan 17 avgust Argentina sotiga Xitoy ustidan topshirilgan arznamaning tayyorlanish jarayoni, asos mazmuni va arznoma sunishda yetmoqchi bo'lgan asos maqsadlar haqida, shundaqla o'zlarining bu qitim Argentinada elib borgan 4 kunlik ziyoratining umum ahvoli haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga vakillarning bu vaqtdagi turli savollarga astoydil javob berdi. Qurultayning Qozog'iston vakili va Qurultayning oliy maslahatchisi milliy ustozimiz bu vaqtda qilgan so'zida Xitoy ustidan Argentina sotiga arz sunishning butkul Uyg'ur xalqi uchun tarixiy ahamiyatga ega zo'r bir hodisa ekanligini,
Mazkur sotning Uyg'ur xalqi kutgandek muvaffaqiyatli tamomlanishi uchun Qozog'iston Uyg'urlarining moddiy va ma'naviy jihatdan butun kuchi bilan qo'llab-quvvatlaydiganligini ifoda qildi. Dolqun Iso va Umar Qanot apandilarning qilgan so'zlarida bu qatimqi arz sunish haqidagi xabarning Argentinaning eng nopuzli matbuotlarining biri hisoblangan La Nación gazetida nihoyatda keng doirada xabar qilinishining Argentinaning har qaysi sohalarining zo'r qiziqishini qo'zg'aganligini. Buningdan xabar topgan Argentinadagi ba'zi diniy va ommaviy guruhlarning o'zligidan arzdorlar hayiti bilan ko'rish ilib berib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'layotgan Uyg'ur xalqini qo'llaydiganligini bildirishganligini ifoda qilishdi. Undan boshqa Dolqun Iso va Umar Qanot apandilar qurultayning BDT, Yevropa Birligi va Amerikani markaz qilgan holda o'tgan 2 oydan buyon ilib borgan faoliyatlar haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Ukraina urushi, Tayvan krizisi va uning Uyg'ur davosiga ko'rsatgan ta'sirimi bu qatimqi yig'inning asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Qurultayning muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim vakillarga Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilish tarafidan o'tgan yil boshlatilgan vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilgan zamin haqidagi tadqiqot programmasining taraqqiyot yuzlanishi haqida ma'lumot berish bilan birga, xalqaroliq donliq qonunshunoslar, tarixchilar va tadqiqotchilardan tarkib topgan maxsus bir hay'atning vatanimizning Xitoy tarafidan besilgan zamin ekanligining tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslarini dalillab chiqish haqida jiddiy tadqiqot ilib berayotganligini va bu tadqiqot dokladini oldimizgi yilning boshlarida tamomlab xalqaroliq organlarga va parlamentlarga sunishga tayyorlanayotganligini ifoda qildi. Milliy mustaqillik kurishimizning navbatda zo'r bir tarixiy burilishga qadam qo'yganligini ta'kidlashgan qurultay vakillari milliy birligimizni yanada kuchaytirish va qurultayni tashkiliy jihatdan yanada sistemlashtirish va zo'raytirishning muhimligini ta'kidlashdi. 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi umum vakillar to'ri yig'ini taxminan har 2 oyda bir qatim o'tkazilib kelinmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultayi, Hasana Xalqaro fond jamiyati va Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining o'rtaq sohibxonligida bu yil 11-oyda o'tkazilgan 2022-yillik Bryussel Uyg'ur munbiri nomli zo'r ko'lamli xalqaroliq muhokama yig'inining tayyorlik xizmatlari jiddiy ilib berilmoqda. Yuqorqi 3 tashkilotning mas'ul xodimlaridan tarkib topgan yig'in tayyorlik komitetining a'zolari yaqinda Hasana Xalqaro fond jamiyatining Gollandiyadagi markaziga to'planib yig'inning tayyorlik xizmatlarini ko'zdan kechirish bilan birga, ya'ni yig'in chaqirilgan Bryussel shahriga berib yig'in o'tkaziladigan zal, vakillar tushadigan mehmonxona jihatda tafsiliy o'rinlashtirish ilib bordi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday qilib to'sib qilish masalasi asos muzokara temas qilingan mazkur yig'in hozirga qadar Uyg'ur masalasi haqida chet elda o'tkazilgan ko'lami eng zo'r xalqaroliq ilmiy muhokama yig'ini bo'lib qolgusi. 2022-yillik Bryussel Uyg'ur munbiri tayyorlik komitetining istansimizga bildirishicha, bu yil 11-oyning 9-kundan 10-kunigacha Belgiyaning poytaxti Bryusselda o'tkaziladigan va ichilish murosimi Yevropa parlamentida ilib beriladigan mazkur yig'inga parlament a'zolari, hukumat xodimlari, siyosiy arboblar, xalqaroliq donliq advokatlar va qonunshunoslar, diplomatlar, Uyg'urlar masalasini tadqiq qilayotgan chet ellik olim va mutaxassislar, xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, har qaysi dinlarga mansub diniy jamiyat va guruhlarning vakillari, dunyoning har qaysi ellarida faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining asosli mas'ullaridan bo'lib 250 nafarga yaqin zot taklif qilindi. Bularning mutlaq ko'p qismi chet ellik olim va tadqiqotchilardan iborat. Umuman, navbatda Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi bo'yicha tadqiqot ilib berayotgan tadqiqot markazlari, universitet va institutlarning vakillari va chet ellik mutaxassislarning hammasi degidek 2022-yillik Bryussel Uyg'ur munbiriga to'planib Uyg'ur masalasi bo'yicha keng doirada muhokama ilib boradi. Uyg'urlarning taqdiriga munosabatlik zo'r masalalar va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishning konkret tadbirlari muzokara qilinadigan mazkur xalqaroliq muhokama yig'inining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun Yevropa parlamentidagi ba'zi siyosiy guruhlar, xalqaro vakolatsiz millatlar tashkiloti, Dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Xalqaro kishilik huquq jamiyati, CCGO, Rain, Kassin fondi jamiyati qatorliq organlar mazkur yig'inning tayyorlik xizmatlariga yaqindan moslashib berdi. Uyg'ur Hareket Tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim Amerikadagi Netrods Nation munbirining Amerikaning Pensilvaniya shtatiga qarashli Petersburg shahrida o'tkazilgan va 3000 dan ortiq kishi qatnashgan 2022-yillik umumiy yig'inda Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida maxsus doklad berib, yig'in qatnashchilarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Xalqaroda zo'r ta'sirga ega Netrods Nation munbiri bo'lsa, demokratiya va taraqqiyotni tashabbus qiladigan, foydalashni maqsad qilmaydigan bir
ommaviy organ bo'lib, mazkur munbarning 18-avgustdan 20-avgustgacha 3 kun davom qilgan umumiy yig'inning tunji kuni doklad berishga taklif qilingan Roshan Abbas xonim dokladida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirishlari, bo'libmi irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'urlarning hozirgi qiyin vaziyati haqida ma'lumot bergan. U dokladida yana Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikning konkret ifodalari bo'lgan lagerga qamash, majburiy emgak, Uyg'ur ayollarini tug'mas qilish, Uyg'ur yoshlarini Xitoy o'lkalariga yo'tkab qilish qilish, Xitoylar bilan nikohlanishga majburlash, Uyg'urlarning tili va diniy e'tiqodini cheklash, Uyg'ur bolalarini ota-onalaridan ayirib Xitoycha uslubda tarbiyalash qatorliqlar haqida dalil paketlarini ko'rsatib bergan. U doklatining oxirida Amerikaning Xitoy qaratgan siyosatida Uyg'ur masalasini muhim bir masala sifatida nazarga ilishini ta'kidlagan. Nitrots Nation munbiri nomli mazkur organ 2006-yildan buyon har yili necha ming kishi qatnashgan zo'r ko'lamli yig'inlarni uyushtirib kelgan bo'lib, bu organning bu xildagi cho'ng yig'inlarga Amerikadagi sotchilar, advokatlar, siyosiy partiya va tashkilotlar va savdo sanoat sohasidagilarni o'z ichiga olgan har soha kishilar qatnashib kelmoqda. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sunduq. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.